Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Dahshatli alomat G'arb Ukrainada nima bo'layotganini oshkor qildi. Putin Ukraina bilan tinchlik muzokaralari boshlash shartlarini aytdi. Politico Belarus Ozarbayjonga qurol yetkazib bergani haqida xabar qildi. Tojikistonda deputat xorijiy kuchlar yordamida hukumatni egallab olmoqchi bo'ldi. Xitoy Rossiyaga qurol sotmaslikka va'da berdi. Zelenskiy. Isroil havo kuchlari Livanning Tir shahriga hujum uyushtirdi. Bayden o'g'lini afv etmaslikka va'da berdi. Dahshatli alomat G'arb Ukrainada nima bo'layotganini oshkor qildi. Ukraina razvedka xodimlarining xorijga qochib ketishini davlatchilikning barbod bo'lganidan dalolat beruvchi alomatlardan biri deb hisoblash mumkin, dedi britaniyalik ekspert Alexander Mercuris YouTube'dagi blogida. Ukrainadan qochish uchun chegarani kesib o'tganlar soni ortib bormoqda. Ulardan ba'zilari Vengriyaga qochgan. Qochqinlar orasida politsiya va Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor. Bu Ukraina uchun dahshatli alomatdir. Ularning barchasi safarbarlikdan qochmoqda, deya fikr bildirdi ekspert. Mercurisning fikricha, Kiev asta-sekin hukumat qulashi muqarrar bo'ladigan nuqtaga yaqinlashmoqda. Avvalroq Ukraina davlat chegara xizmatining g'arbiy mintaqaviy boshqarmasi chegarada tog'lar va daryolar orqali mamlakatni tark etishga uringan kamida 45 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Respublika aholisi Kiev rahbariyati tomonidan amalga oshirilgan ommaviy safarbarlikdan qochmoqda. Ukraina armiyasiga yollash ko'pincha majburan amalga oshiriladi. Harbiy ro'yxatga olish idorasi xodimlari jismoniy kuch ishlatib, qonunga xilof harakatlar qiladilar. Kiev rasmiylari safarbarlik rejasini amalga oshirish uchun odamlarni kaltaklashi yoki o'g'irlashi holatlari ham ko'p uchramoqda. Putin Ukraina bilan tinchlik muzokaralari boshlash shartlarini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan uchrashuvdagi nutqidan asosiy bayonotlar. Rossiya g'arb elitalari tanlagan yo'lning noto'g'riligini doimo ta'kidlab keladi, lekin ular bilan muzokaraga kelishga bo'lgan barcha urinishlar hech qanday javob topmadi. Rossiya Federatsiyasi va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar yomonlashdi, lekin Rossiyaning aybi bilan emas. Rossiyaga qarshi kampaniya Rossiya Yevropaga hujum qilmoqchi degan taxminlarga asoslanadi, ammo bu bema'nilik. Rossiyaning yangi hududlari doimiy uning tarkibida qoladi. Bu masala muhokama qilinmaydi. G'arbning xudbinligi hozir dunyoda sodir bo'layotgan voqealarga olib keldi. Kelajakdagi xavfsizlik arxitekturasi barcha Yevrosiyo mamlakatlari uchun ochiq, jumladan Yevropa va NATO davlatlari uchun ham. AQShdagi liberal globalistik elita o'zlarining xudbinligi va imperialistik ambitsiyalari bilan Amerikani tobora ko'proq yo'q qilmoqda. Yevropa uchun asosiy xavf bu Rossiya emas, AQShga to'liq qaramlik. AQSh Yevropani betartiblikka botirmoqda, uni mustaqillik va madaniy o'ziga xoslikdan mahrum qilmoqda. Yevropa siyosatchilari AQShning bosimi va kuzatuvlariga chidab, qimmat Amerika gazini sotib olishmoqda. Qo'shni shtatlar bundan foydalanmoqda. Dunyodagi hech bir davlat g'arb diplomatiyasi qurbonlari ro'yxatiga qo'shilishidan himoyalanmagan. Agar Yevropa dunyoning markazlaridan biri bo'lib qolishni istasa, Rossiya Federatsiyasi bilan yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Moskva bunga tayyor. Yevrosiyoda kollektiv xavfsizlik kafolatlarini muhokama qilish vaqti keldi. G'arb rezerv valyutalarga asoslangan moliya tizimiga ishonch yo'qoldi. G'arb davlatlari valyutalari va qimmatli qog'ozlarda saqlanayotgan mablag'lar kamaymoqda. Ukrainada hozir prezident hukumatni noqonuniy ushlab turibdi. Konstitutsiya sudi qarori yashirilgan. Shu sababli ular butun imzolayotgan hujjatlar qonuniy kuchga ega emas. Ukraina bo'yicha Shvetsariyada bo'lib o'tadigan konferensiya bu shunchaki soxta yig'ilish. U yerda hech qanday jiddiy masalalar hal qilinmaydi. Shunchaki gap sotish va Rossiyani yomonlashdan nariga o'tmaydi. Ukrainada tinchlik muzokaralarini boshlash uchun UKK qo'shinlari LXR, DXR va Zaporojye viloyatlari hududidan to'liq olib chiqilishi kerak. Ukraina qo'shinlarini olib chiqib, NATOga kirmaslikni va'da bergan taqdirda Rossiya tinchlik muzokaralarini boshlashga tayyor. Gap vaqtinchalik emas, doimiy tinchlik haqida ketmoqda. Buning uchun Ukraina harbiy bloklardan tashqari yadro qurolisiz va neytral davlat bo'lishi kerak. Ukrainadagi rusiy zabon fuqarolar huquqlari ta'minlanishi kerak. Yangi hududlar Qrim, DXR, LXR, Xerson va Zaporojye viloyatlarini Rossiya tarkibiga tan olinishi kerak. Politico Belarus Ozarbayjonga qurol yetkazib bergani haqida xabar qildi. 2018-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrda Belarus Ozarbayjonga ilg'or qurol-yarog' yetkazib bergan deb yozadi Politico maxfiy hujjatlarga tayanib. Bu Yerevan tomonidan xiyonat sifatida baholandi, chunki Armaniston ham Belarus ham KXSHT a'zolari. Belarus Armanistonning raqibiga Rossiya boshchiligidagi xalqaro mudofaa pakti doirasida ittifoqchilar hisoblanganiga qaramay ilg'or qurol-yarog'lar yetkazib bergan deb yozadi 13-iyun payshanba kuni Politico internet nashri manbalarga tayanib.
Jurnalistlarning fikriga ko'ra, Yerevanning KXDdan chiqishi haqidagi qaroriga aynan shu holat ta'sir qilgan. Bu qadam Rossiya prezidenti Vladimir Putinning postsovet hududidagi ta'sirini susaytiradi deb hisoblaydi Politico. Jurnalistlar o'ndan ortiq maktublar, diplomatik notalar, hisob fakturalar va eksport pasportlarini ko'rib chiqqanini da'vo qilmoqda. Aynan mana shu hujjatlar 2018-yildan 2022-yilgacha Belarusdan Ozarbayjonga qurol yetkazib berilganini tasdiqlaydi. Shu jumladan Bakuga eskirgan artilleriya uskunalarini modernizatsiya qilish, elektron urush tizimlari va dronlar uchun yangi jihozlar yetkazib berish bo'yicha xizmatlar taklif etilgan. Bu yetkazib berishlar Moskvaning xabarisiz sodir bo'lgan bo'lishi mumkin emas va agar Rossiya xohlasa ularni to'xtata olmasdi deb o'ylash bema'nilik deya iqtibos keltiradi nashr demokratiyani himoya qilish jamg'armasi tadqiqotchisi Ivana Stander so'zlaridan. Tojikistonda deputat xorijiy kuchlar yordamida hukumatni egallab olmoqchi bo'ldi. Tojikiston Demokratik partiyasining sobiq rahbari Said Jafar Usmonzoda hibsga olindi deb xabar qilmoqda Sputnik Tojikiston xabar axborot agentligiga asosan. Tojikiston bosh prokurori Yusuf Rahmon parlament quyi palatasi majlisida deputatlarga Usmonzodaga nisbatan Jinoyat kodeksi 306-moddasi 2-qismi v bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ma'lum qildi. U Tojikistonda taqiqlangan Paymoni Milliy Tojikiston tashkiloti yetakchilari bilan hamkorlik qilish, shuningdek respublikada hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallab olishga tayyorgarlik ko'rishda ayblanmoqda. Yusuf Rahmonning aytishicha, o'z rejasini amalga oshirish uchun Usmonzoda jamiyatning turli qatlamlaridan, jumladan xorijdan ham tarafdorlarni jalb qilgan. Xususan, Islom uyg'onish partiyasi ekstremistik terrorchi tashkiloti rahbari Muhiddin Kabiri unga moddiy yordam ko'rsatishi hamda Jamoat Ansarulloh terrorchilik tashkiloti xorijdan Tojikistonga 3000 dan ortiq jangari yuborishni rejalashtirgan. Oldindan tuzilgan rejaga ko'ra, ular mamlakatning bir qator hududlarida tezkorlik bilan ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish, qurol-yarog'lar, shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organlar va harbiy tuzilmalar binolarini egallab olish, zo'rlik bilan mamlakatda hukumatni ag'darish maqsad qilganlar, dedi Yusuf Rahmon. Xitoy Rossiyaga qurol sotmaslikka va'da berdi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xitoy rahbari Si Szinpin unga Rossiyaga qurol yetkazib bermaslikka va'da berganini aytdi, deya Deutsche xabar berdi. Men Xitoy rahbari bilan telefonda gaplashdim. U Rossiyaga qurol sotmasligini aytdi. Ko'ramiz. Agar u axloqli odam bo'lsa, unday qilmaydi, chunki u menga so'z berdi, dedi Zelenskiy Tailandagi G7 sammiti doirasidagi matbuot anjumanida. Shuningdek, Zelenskiy sammitda AQSh va Ukraina o'rtasida tuzilgan xavfsizlik kelishuvini Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi yo'lidagi muhim qadam deb atagan. Shartnomada AQSh Ukrainaning kelajakdagi NATO a'zoligini qo'llab-quvvatlashi va xavfsizlik kelishuvi Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi uchun ko'prik ekanligini tan olishi aytiladi, deya qo'shimcha qilgan Ukraina rahbari. Isroil havo kuchlari Livanning Tir shahriga hujum uyushtirdi. Isroil kuchlari 14-iyun kuni Livanning Tir shahriga hujum uyushtirdi. Bu haqda Livandagi manbalarga tayanib Al Arabiya nashri xabar berdi. Manbada aytilishicha, hujum oqibatida bir nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan. Bir necha o'nlab fuqarolar og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Livandagi xavfsizlik manbalari Tir porti yaqinidagi binoga raketalar kelib urilgani haqida ma'lum qilgan. Shuningdek, port atrofidagi yana ko'plab hukumat binolari nishonga olingan. Isroil rasmiylari hujumga aloqadorlikni rad etgan. Tir shahriga hujum yuzasidan tekshiruv o'tkazish maqsadida Isroil shimolidagi harbiy ma'muriyat vakillari bilan bog'langanini xabar qilingan. Livan hukumati hujum qaytalanishi mumkinligini inobatga olib, shaharda favqulodda tayyorgarlik rejimi e'lon qilgan. Chegara hududidagi harbiy qismlarga ham ogohlantirish signali yuborgan. Ma'lumot o'rnida Isroil hujumlari oqibatida Livanda o'tgan yilning oktyabridan beri 300 dan ortiq Hizbulloh askari halok bo'lgan. Tinch aholi orasida 80 dan ortiq o'lim holatlari kuzatilgan. Isroilda esa 18 nafar askar hamda 10 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan. Bayden o'g'lini afv etmaslikka va'da berdi. AQSh yetakchisi Jo Bayden prezidentlik vakolatlaridan foydalanib, o'g'li Hunter Baydenni afv etish niyatida emasligini aytdi. Bu haqda u kecha 13-iyun kuni G7 sammitidagi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Men o'g'lim bilan juda faxrlanaman. U giyohvandlikni yengdi. U men biladigan eng yorqin va sharafli odamlardan biri. Men hakamlar hay'ati qaroriga bo'ysunaman va uni afv etish niyatida emasman, deydi Bayden. Ma'lumot uchun 11-iyun kuni hakamlar hay'ati Hunter Baydenni 3 ta qurol sotib olish qoidasining buzilishida aybdor deb topdi. Hujjatga ko'ra, u Colt Cobra 38 CPL revolverini sotib olayotganda giyohvand moddalarni iste'mol qilmaslik haqida yolg'on gapirgan. AQSh prezidentining o'g'li 25 yilgacha qamoq jazosi va $750,000 jarimaga tortilishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.